Nega kerak? Tanishib olin. Ota nima uchun kerak? Xo'p, biza ko'p holatlarda savol berishdan qo'rqamiz. O'zi har bitta narsani ilmini bilish uchun savol berishimiz kerak. Ya'ni savol bergandan keyin uni orqasidan javobini topishga harakat qilamiz. Xo'p, bu safar men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan kitobim Asl otalar kitobi. Kitob juda ajoyib. Boshida aytib o'tganimizdek, nimaga kerak, ota nima uchun kerak, mana bizani Alloh taolo erkak, ayol qilib yaratdi. Keyin oila shu ikkala roldan iborat. Bu kitob bizaga rostakam, chinakam o'z o'rnini yo'qotgan yoki bo'lmasa faqatgina oilani mablag' bilan ta'minlash kerak degan ota bundan boshqa vazifasi yo'q, farzandlarni tarbiyasi faqatgina ona javobgar degan qarashlarimizni tubdan o'zgartirib beradigan kitob. Kitob o'qishingizni tavsiya qilaman. Xo'p, kitobda ozgina sizlarga spoiler bo'lish uchun savol-javob ko'rinishida savollar berilgan va shu savollarga ziyoli insonlar javob bergan. Mana shu savollarni kommentariyada sizlarga qoldiraman. Savolga o'zingizlar javob berishga harakat qilinglar va kitobni olganingizda mana shu savol-javob qismida o'sha insonlarning javoblarini o'qib ko'rasizlar. Bu kitobda juda ko'p narsalar yoritilgan. Misol uchun aytib o'tganimdek, nima uchun kerak? Birinchi o'rinda erkak kishi bu savolga o'ziga javob topa olishi kerak. Otalik vazifasi qanaqa? Farzand tarbiyasi, ko'plab savollarga qisqa javoblar. Qisqa deganda qanaqa? Kitobda o'zi 120 bet, juda katta emas, bitta o'tirishda ham o'qib qo'yish mumkin, juda qisqa bo'lganligi uchun. Juda bir muammolar va yechimlar ko'rinishida berilgan biza tushunayotgan narsalarimizga. Xo'p, tavsiya qilaman, o'qib ko'ringlar. Assalomu alaykum.